biz aldanib qoldik. Nimalar deyapsiz pochcha? Qanaqa firibgarlar? Men bor gapni aytyapman Foziljon. O'sha firibgarlar bizni boplab aldab ketishdi. Ha, shuning uchun ham senga bor gap aytolmay o'tirgandik-da, Fozil. Iltimos, faqat asabiylashma. Qanaqasiga asabiylashmayman? Axir men sizlarga yuborgan pullarimni qanday qilib firibgarlarga boy berishlaring mumkin? Foziljon, men sizga hozir yana bir bor boshdan tushuntiraman. Tushuntiring pochcha. Xo'sh, sizni eshitaman. Xullas, biz siz yuborgan pullarga savdo do'konlarini sotib olmoqchi bo'ldik. To'g'rimi? Biz ikkita haligi yangi bozor hududidan ikkita do'kon sotib oldik ham. Xo'sh, keyinchi? Keyin o'sha savdo do'konini sotgan odamlar firibgarlar ekan. Ha, shunaqa. Ular o'sha do'konni bizdan tashqari 3 kishiga sotishgan ekan. Ha, shunday. Ular haligi o'sha do'konlarni sodda odamlarga sotib olib, ularga soxta haligi hujjatlar qilib bergan ekan. Keyin o'zlari shundan chet elga qochib ketishibdi. Qanday qilib axir pochcha? Sizni ham aldash mumkinmi? Axir siz yurishsiz-ku. Yana hujjat ishlarida-ya. Foziljon, ukajon. Hozir firibgarlar shunaqa usta bo'lib ketganki, ularga ishonib qanday qilib pullaringizni topshirib qo'yganingizni bilmay qolasizda. Nima, ukam? Sen bizga ishonmayapsanmi? Ha, opa, ishonmayapman. Xo'p, qani o'sha do'konning hujjatlari? Soxta bo'lsa ham bir ko'z yugurtirsam bo'ladimi? Ha, pochcha? Nimaga gapirmaysizlar? Sizga o'sha soxta hujjatlar kerakmi? Ha, kerak. Men o'shanda to'g'risi aldanganimizni bilganimdan keyin achchiq ustida jahlim chiqib o'sha hujjatlarni yechib tashlagandim. Ha, to'g'ri. Xuddi shunaqa qilganlar. Men bu gapingizlarga umuman ishonmayman. Mayli, uka. Ishonmasangiz o'zingiz bilasiz. Men sizga to'g'risini aytdim qo'ydim. Pochcha, men sizlarga hazilakam pul jo'natmaganman. Sizlarga bank orqali jo'natgan pullarimni hammasini kvitantsiyasi bor menda. Bu gaping bilan nima demoqchisan? Nima demoqchiligimni tushunmayapsizmi, opa? Men pullarimni hammasini joyiga qo'yinglar demoqchiman. Yaqinda uylanaman axir. To'yga pul kerak bo'ladi. Ukajon, aytyapman-ku, axir bizni firibgarlar tushirib ketgan bo'lsa, qanday qilib biz sizni pullaringizni joyiga qo'yib qo'yamiz? O'ylab gapiring, uka. Bu yog'i endi sizni muammoyingiz, pochcha. Meni pullarimni qaytarishingiz shart. Shunaqa. Agar qaytarmasamchi? Unda men siz bilan boshqa joyda boshqachasiga gaplashaman. Nima? Fozil, sen bizga tahdid qilyapsanmi? Men tahdid qilmadim, opa. Pochchami savoliga javob berdim xolos. Xullas, pullarimni topib joyiga qo'yib qo'ying, pochcha. Sen bola nimaga menga do'q qilyapsan? Bu do'q qilish emas. Men necha yillik peshona terimni to'kib topgan pullarimni qaytaring. Do'kon, firibgarlar haqidagi ertaklaring o'zlaringga siylov. Agar pulimni qaytarmasanglar, men sizlar bilan boshqacha gaplashaman. Ha, oyi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, shukr o'tiribman. O'zinglar yaxshimisizlar? Bolalaring yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. O'tiribmiz, oyi. Ha, tinchlikmi? Ertalabdan hech telefon qilmasdingiz? Suyunchi ber. Ukang Koreyadan qaytyapgan ekan. Ha, yo'q-e, rostdanmi? Xudoga shukr, endi bag'rimda bo'ladi. Yaxshi xabar uchun rahmat, oyi. Rostdan ham endi bag'ringizda bo'ladi. Men ham endi sizdan xotirjam bo'lib o'tiraman, oyi. Ha, shunaqa. Xudoga shukr. Mayli qizim, shu xabarni senga aytay degan edim. Xo'p, mayli, yaxshi o'tiring, oyi. Ishdan chiqib balki vaqtliroq oldingizga o'tarman. Faqat bu va'da emas. Ishimni qachon tugashiga qarayman. Bo'pti, mayli qizim, ko'rishamiz. Xo'p, oyi, mayli, yaxshi o'tiring. Ko'rishguncha. Obbo ukami, endi Koreyaga borib ishlaydigan bo'ldingmi? Ha, opa. Shunaqa qilmasam bo'lmaydigan ko'rinadi. Mayli Foziljon, hozir hamma shunaqa qilyapti. Foziljon bolam ham birim ikki bo'lsin deb o'sha tomonlarga ketyapti-da.
Lekin u yoqqa borib ishlasham osonmas ekan u. To'g'ri. Til o'rgandim. Imtihon topshirdim. Undan keyin kerakli hujjatlarni tayyorladim. Bulardan xabarim bor bolam. Lekin sizga gap yo'q Foziljon. Hamma ham hozir Koreyaga borib ishlolmaydi. Endi mana shartnoma bilan ishlashga ketaman. Do'stlarimdan biri ham o'sha yoqda ishlayapti. Ancha kamchiliklarni to'g'rilab oldi. U yerda yaxshi maosh to'lashar ekan. Fozil, u yoqda ishlab topgan hamma pullaringni-chi o'zimga jo'natgan, xo'pmi? O'zim senga yig'ib beraman. Nimaga endi sizga yuborar ekanman? Oyim borlar-ku. Oyimga yuboraman. Voy, nima qilibdi menga jo'natsang? Nima, menga ishonmaysanmi? Mayli. Opangga jo'nata qol bolam. Xo'p, oyi. Siz nima desangiz shu. Pullaringni hammasini o'zim yig'ib beraman senga. Kelganingdan keyin seni uylantiramiz. Meni ham niyatim shu. Xudo xolisa ukang kelishi bilan uylantirib qo'yamiz. Lekin hali uylanishga bor, oyi. Xudoga shukr, mana shu paytgacha topganimizga uyimizni almashtirdik. Endi bitta yaxshiroq mashina olishim kerak. Hali qiladigan ishlarim ko'p meni. Aqlli yigitsan-de. Bir tomondan to'g'ri qilasan. Uylanish qochmaydi. Oldin hamma sharoitlarni to'g'rilab olishing kerak. Siz to'g'ri o'ylayapsiz Foziljon. Albatta shunaqa qiling. Mana men hayotda shu tomonlarni o'ylamay uylanib qo'yib, meni endi qiynalib yuribman. Unaqa demang, dadasi. Noshukrlik bo'lib qolmasin. Ha, nima to'g'risida? Pochcha. Men imkon topib albatta sizlarga ham yordam beraman. Rahmat uka, omadingizni bersin. Endi men tura qolay. Aeroportga kech qolmay yana. Oyi, bitta duo qiling. Ilohim, safarlaring bexatar bo'lsin bolam. Ishlaringni o'ngidan keltirsin. Allohu akbar. Yig'lamang, oyi. Mayli Foziljon, men bo'lmasam, ha? Xayrlashuv tugagandan keyin aeroportga o'zim kuzatib qo'yaman. Bo'ldi, boshqa yig'lamang. Mendan xavotir olmang. Ketdik, pochcha? Ketdik. Xonim. Nima gap? Qovog'ingizdan xo'rag'yapti. Tinchlikmi? Fozil bugun Koreyadan kelayotgan ekan. Shartnoma muddati tugabdi. Nima? Shuncha yil o'tib ketdimi? Shuncha yil o'tib ketganini qo'ying. Uka men nomimga jo'natgan pullarni so'rasa nima qilamiz? Nima qilardik? Biron nima o'ylab topamiz. Nimani o'ylab topasiz? O'shanda bilasiz, xonim. Tezroq chiq, mashinada bo'laman. Voy bolajonim, yaxshiyam kelding. Seni juda sog'ingan edim. Men ham sizlarni juda sog'inib ketgandim, oyijon. Yonimda o'tirganingga hali ham ishonmayapman. Oyijon. Mana endi keldim-ku, nega ishonmaysiz? Endi hech qayerga ketmayman. Har doim siz yoningizda bo'laman, onajonim. Endi ketma bolam. Rostdan ham doim yonimda bo'l. Endi seni rohatingni ko'ray. Uylanishing kerak. Uylanish qochmaydi, oyi. Oldin ishlarimni yo'lga qo'yib olay. Yana qanaqa ish? Axir opam bilan pochchamga anchagina pul yuborganman. Ular yuborgan pullaringga savdo do'konlari ochib qo'yganmiz. Kelishing bilan unda ishlarni boshlaysan deyishgandi. Shu ishlarni nazarda tutyapman-da, oyi. Menimcha ular hech qanaqa savdo do'kon sotib olishmagan. Nima, oyi? Qanaqasiga? Opang bilan pochchang biron nima sotib olishganida, bunda xabardor bo'lgan bo'lardim. Siz rostdan ham xabaringiz yo'qmi, oyi? Yo'q, xabarim yo'q. Menga ular bu haqda hech narsa demagan. Bu qanaqasi bo'ldi axir? Men hoziroq pochcham bilan opam oldiga bormasam bo'lmaydi, oyi. Shoshma bolam. Haldiroq o'zlari ko'rgani kelishadi seni. Opam bilan pochchamga yuborgan pullarni axir qanchalik mashaqqatlar bilan qiynalib topganman, oyi. Shu uchun tez borib bu masalani oxiriga yetkazmasam bo'lmaydi. Bilaman bolam. Lekin shoshma. Ha demay o'zlari kelishadi, shu yerda gaplashasa. Yo'q, oyi. Meni ularni kelishini kutishga sabrim yetmaydi. Bo'pti, bora qol unda bolam. Xo'p, yaxshi o'tiring. Yaxshi bor.
Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Birovni qidiryapsiz? Bironda ishingiz bormidi? Ha, men pochcham bilan opam yonlariga kelgandim. Pochingiz Shuhrat ekanmi? Ha? Farida esa opam bo'ladi. Qo'ng'iroq qilib kelsangiz bo'lar ekan. Ular ikkovlari ham ish bilan ko'chaga chiqib ketishgan. Shu xayolimga kelmabdi-ya. Lekin hozir qo'ng'iroq qilishga baribir imkoniyatim yo'q edi. Voy, nimaga? Telefoningiz puli tugab qoldimi? Yo'q. Men o'zim bugun O'zbekistonga keldim. Hali yangi sim karta olishga ulgurmadim. Ha, bo'ldi, esladim. Siz Farida opaning ukalarisiz, a? Farida opa sizni xorijda deb aytgandilar. Ha, xuddi shunday. Bugun keldim. Agar opam bilan birga ishlaydigan bo'lsangiz, tanishib qo'ysa yomon bo'lmaydi. Men ismim Fozil. Men esa Oydinman. Shu yerda opangiz va pochingiz bilan birga ishlayman. Yaxshi. Mayli Oydinxon. Endi men bora qolay. Opa, o'g'lingiz kelib ko'nglingiz to'lib qoldimi? Xudoga shukr, bag'rim ham to'ldi, ko'nglim ham to'ldi. Ha, yaxshi bo'pti. Sizdan bir xabar olay deb chiqqandim. Uyga kiring. Yo'q, rahmat opa. Uyga kirsam, siz bilan gap sotib o'tirib qolaman. Shunchaki sizdan hol ahvol so'ray degandim. Boringizga shukr. Muxlisaxon esingizda bo'lsa, o'g'lim uchun yaxshi qizlarni surishtiring, qistab bering degan edim. Ha, surishtiryapman. Opamni ko'chasida bir yaxshi qiz bor deyishdi. Agar o'sha qiz yaxshi bo'lsa, oilasi oilamizga to'g'ri kelsa, birga sovchilikka borib kelamiz. Xo'p, opa. Haligi bitta savol bersam, ko'nglingizga olmaysizmi? Yo'q, nega ko'nglimga olaman? Foziljon o'zi kelishgan yaxshi yigit. Menimcha yoshi ham 30 ga borib qolgandir. Nega shu vaqtgacha uylanmaganlar? Savolingiz o'rinli. Bu mahallaga yaqinda ko'chib kelganimiz uchun bilmaysiz-da. To'g'risi bilmayman. Rahmatli xo'jayinim vafot etganlardan keyin ozgina qiynalib qoldik. Keyin Foziljonim bilan Rossiyaga borib ishlab qaytdik. Xo'sh, keyinchi? Rossiyadan kelganimdan keyin qizimni uzatdik. O'g'lim bo'lsa, o'zimni biznesimni ochaman. Koreyaga borib ishlab pul topib kelaman deb Koreyaga ketdi. Ha, o'g'lingiz shu sababdan ham yoshlari katta bo'lib qolgan ekan-da. Shunaqa. Bechora bolamni umri mehnat bilan o'tyapti. Baraka topsinlar. Sizga qayishadigan, sizni tushunadigan farzand ekanlar. Shuning uchun ham yaxshi qiz izlayapman-da. Birovni baxtini ochish savob deyishadi. Siz ham savob olardingiz, yaxshi qiz topsangiz. Albatta opajon, men yaxshi qizlarni surishtirib topib beraman. Rahmat sizga Muxlisaxon. Xo'p opa, mayli sog' bo'ling. Chiqing-ga opajon. Uyga kirib choy ichsangiz bo'lardi. Mayli, xo'p. Yaxshi boring. Ha. Fozil, kecha oxiri bo'lib uygacha kelibsan. Ha, o'zimiz pochching bilan kechki payt o'tmoqchi deb o'yladik. Opa, kelganimni eshitdinglar. Lekin pochchamni ham, sizni ham daragingiz bo'lmadi. Shunga o'zim kelgandim. Voy. Aytsam ishonmaysan Fozil, birdan ishlarimiz ham, tashvishlarimiz ham ko'payib ketdi. Mana meni qancha ishim, tashvishim bo'lsa ham orqaga tashlab, sizlarni ko'rishga keldim. Sizni, jiyanlarimni, pochchamni ko'rib ketay dedim. Ha, jiyanlaring repetitorga ketishgan. Kechroq kelishadi. Poching esa ish bilan qo'shni viloyatga ketgandilar. Mayli, kechgacha kelib qolsalar kerak. Meni vaqtim bemalol. Pochchamni kutaman. Ungacha jiyanlarim kelib qolsa kerak. Mayli qo'ya, lekin men ham ishga borishim kerak edi, Fozil. Ha, ishga borishingizga kech bo'lmadimi? Yo'q, haligi. Bilasan-ku, bizning korxona xususiy. Shu sabab vaqtida borib ishlarimizni bajarmasak bo'lmaydi. Bitta uyni ham hujjatini tez tayyorlab berishim kerak edi. Ha, mayli opa. Unda siz vaqtingiz olmang. Ishingizdan qoldirmang. Voy, Fozil, o'zimga ham rosa noqulay bo'ldi-da. Kechirib kechaman. Nimaga noqulay bo'ladi opa? Axir pochcham bo'lmasalar men ishim bitmaydi-yu. Shu sabab pochcham borlarda kelarman. Kechirim so'ramang. Fozil, faqat mendan xafa bo'lmay ket. Iltimos. Nimaga xafa bo'laman opa? Mayli. Men ketdim. Xo'p, bo'lmasam ertaga kechqurun kelgan, pochcham uyda bo'linglar, xo'p? Xo'p, unda ertaga kelaman. Xo'p.
Muxlisaxon, siz aytayotgan qiz yaxshi oilani farzandimi? Albatta yaxshi oila. Ko'pchilik maqtadi. Rahmat sizga. Sizdek jonkuyar qo'shnim borligiga shukr. Arzimaydi opajon, o'zingiz aytganingiz kabi savob ish qilay dedim-da. Ha, aytgancha o'sha qiz nima ish qilar ekan? Universitetda sirtqi bo'limda o'qir ekan. Shu bilan birga qayerdadir ish yurituvchimi bo'lib ishlar ekanda. Mayli, bugun o'g'lim kelsin, unga bu yangilikni aytaman. O'sha qiz bilan bir uchrashib ko'rishsin. Opa, yoshlar bir uchrashib ko'rishsin. Bir-birlariga ma'qul bo'lsa, yaxshi bo'lardi. Xudo xohlasa shu qiz o'g'limga ma'qul keladi-yu. Aytganingiz kelsin opajon. Ha, aytgancha. Bu qizni kim topdi? Kelinlikka nomzod opamlarning qo'shnilari eski shaharda turishadi. Men opam orqali u qizni surishtirdim. Yaxshi qiz ekan. Shuning uchun sizga tavsiya qildim. Hozir o'g'lim kelganida unga bu haqda aytaman. Keyin ikkalalarini uchrashtiramiz. Bo'pti opa, kelishdik. Endi men ham tura qolay. Ishlarim ko'p. Ilohim baraka toping. Ilohi amin. Yoshlar baxtli bo'lsin. Hammani Xudoyim to'ylarga yetkazsin. Allohu akbar. Assalomu alaykum. Yaxshi Voy, o'qiysiz? kelding bolam. Keldim. Yaxshimisan? Yaxshi. Tinchlikmi bolam? Nimaga kayfiyating yo'q? Oyi, to'g'risi boshim qotib qoldi. Opam bilan pochchamni umuman tushunmayapman. Nimasiga tushunmaysan bolam? Kecha opamlarnikiga borgandim. Pochchang yo'q dedilar. Xo'sh, Ertaga kelgan, ertaga uyda bo'ladilar degandi. Bugun borsam, opamni o'zlari ham uyda yo'qmi? Uydan hech kim chiqishmadi. Eshigini taqillatib qaytib keldim. Opamni tushunmayman, oyi. Nima mendan qochib yuribdilarmi? Men hayron bo'layotganim, shuncha yildan beri kecha ko'rishdik. Shunday bo'lsa ham kech bo'lganda men ishga borishim kerak dedilar. Men hayron bo'ldim. Rostdanmi? Oy, men sizni aldarmidim. Ko'ryapsiz-ku. Koreyadan kelganimdan beri hatto kelishmadi ham. Aldayapsan demandim-ku. Hayronman. Pochcheni yo openi bunaqa qilig'i yo'q edi-yu. Shunga men ham hayron bo'lyapman-da. Men o'zim qo'ng'iroq qilib opangdan nimaga unaqa qilganini so'raymi? Yo uyga borib kelaymi? Yo'q, oyi. Siz aralashmang, o'zim hal qilaman. Xo'p. Aytgancha. Senga yaxshi bitta qiz topib qo'ydim. Oyi, qo'ying yana shu gaplarni. Men hozir o'zimni muammolarimni hal qilib olay. Qizlar haqida keyin gaplashaveramiz. Hozirgi zamonda yaxshi qiz topish oson emas, bolam. Qo'shnimiz Muxlisaxon topgan. Yaxshi qiz ekan. Yaxshi qiz bo'lsa, o'ziga. Aytdim-ku, hali uylanish rejamda yo'q. Menga qara bolam. Shu qiz bilan uchrashasan. Uchrashmasang sendan qattiq xafa bo'laman. Oyi, nimaga bunaqa jiddiy gapiryapsiz? O'zi shu haqida gapiraverib charchadim. Shu qiz bilan uchrashasan, tamom assalom. Men bilmayman. Xo'p, xo'p. Faqat siz afv qiling. Xo'pmi? Mayli, hozir. G'alati qiz ekan. Hali biror marta uchrashmagan odam bilan kafeda o'tiramiz deganiga tushunmadim. Ana. Kesinchi bilamiz-da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz oyi? Ha, rahmat. O'zizchi? Men ko'rib turganingizdayman. Shoshmang. Oyim aytgan qiz sizmi hali? Ha, shunday. Rosti, sizni bu yerda ko'raman deb hech ham o'ylamagandim. Unda kimni ko'rmoqchi edingiz? Men fikrimni tushuntira olmadim shekilli. Meni siz bilan uchrashuvga chiqishim xayolimga ham kelmabdi demoqchiman. Ha, men ham qo'shnilaringiz Muxlis opa aytganda siz ekanligingizni taxmin qilgandim.
Qanday yaxshi bo'ldi-ya? Taxminingiz to'g'ri chiqqan. Rostini aytsam, biroz g'alati tuyuldi. Siz bilan kafeda uchrashganimiz sizga g'alati tuyulyaptimi? Bu yerda qahvani zo'r tayyorlashadi. Keyin shirinliklari ham juda ham yaxshi. Keyin ishim ko'pligi sabab kafeda gaplashish qulayroq tuyuldi. Vaqtni qadrlaydigan qiz ekansiz. Bu yaxshi fazilat. Rostdan ham vaqtni qadrlayman va hamma ishimni reja asosida qilaman. To'g'ri qilasiz. Avval tushlik qilib olsak-a? Keyin siz aytgan shirinlik bilan qahvaga navbatni beramiz. Maylimi? Mayli. Abisan, qarab oring. Shuhrat aka, ukamni pullarni nima qilganingizni qachon aytmoqchisiz? Nima, sen o'zing nima qilganimni bilmaysan? Bilaman. Ana qimmatbaho mashinalarni olib minib yuribsiz-ku. Yana meni nomimda do'konlar ham bor. Har oyi ijara puli to'lab yurishadi-ku. To'g'ri. Shunday. Endi nima qilamiz? Ukangga rostini aytamizmi? Ha, Shuhrat aka, aytish kerak. Axir ukam yaqinda uylanmoqchi ekan. Ana oyimlar ham suvchilikka borib kelib yuribdilar. Kimdir yoqib qolsa, uylantiramiz dey. Ukam uylansa, to'y qilish uchun pul kerak bo'ladi. Shu sababdan do'konlarni, mashinani hammasini o'ziga qaytarib berishimiz kerak. To'ppa-to'g'ri qaytarishimiz kerak. Gapingda jon bor. Lekin eng yaxshi yo'li ukangni uylanishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Nimaga unaqa deyapsiz? Chunki men mashinamni ukangga bergim kelmayapti. Nimaga bergis kelmaydi? Axir bu hamma narsalar ukamga puliga olingan-ku. O'zingizni mashinangizni arendaga berib yuborgansiz. Har oyda arenda pullarni olib o'tirasiz. Do'konlarni ham egasi ukam. Ne bergis kelmaydi? Sen va men hozir ancha yaxshi yashayapmiz. Shunaqami? Sen aytayotgan mashina, do'konlar ukangni puliga olingani ham to'g'ri. Ammo hozir biz ularni ukangga qaytarsak, senga alam qilmaydimi? Unda nima qilamiz? Nima qildingiz? Ukangni nima qilib bo'lsa ham uylanish fikridan qaytarishimiz kerak. Nima? Hech bo'lmasa yana 1 yildan keyin uylansa ham biz ungacha ijara pullarini olib, mashinani ham maza qilib hayda olardik deyman-da. Nima deding? Bilmasam, ukam bunga ko'narmikan? Ko'ndirishni mana menga qo'yib ber. Ertaga ukangni uyga chaqir, o'zim gaplashib olaman. Xo'p. Agar ukang uylansa, uni o'z oilasi bo'ladi. Sen bilan men esa bunaqa hashamatli hayotdan voz kechishimizga to'g'ri keladi. Sen shuni xohlaysan? Hozir maza qilib yashayapmiz axir, to'g'ri? Shuhrat aka, to'g'ri, hozir yaxshi yashayapmiz. Ana ko'rdingmi? Shu sababli ham ertaga nima qilishni o'zimga qo'yib ber. Xo'p, ammo Hech qanday ammo pammosi yo'q. Ertaga ko'rasan, o'zim hammasini joyiga qo'yaman. xo'p, ko'ramiz nima qilar ekansiz. Sen siqilma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qani ketdik yur. Yuroqqa shoshyapman. Oyi. Oyi. Ha? Assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom. Kelding bolam? Ha, keldim. Ha. Yaxshi Sen yaxshi ko'radigan maslahat qilib qo'ydim. Sizni shunaqa shirin ovqatlaringiz juda ham sog'ingandim, oyi. Ha, aytgandek, Muxlisaxon bilan bugun Oydinnikiga sovchilikka bordik. Xo'sh, nima deyishdi? Nima deyishardi? O'ylab ko'ramiz deyishdi. Endi opangni olib yana bir marta sovchilikka borib kelaman. O'shanda aniq javobini olamiz. Ha, yaxshi oyi. Aytgancha, qizni o'zini ko'rdingizmi? Yo'q, hali ko'rmadim. Siz qizni ko'ring. Albatta uni yoqtirib qolasiz. Juda ham yaxshi qiz, oyi. O'rgilib ketaysan-da. Senga ham qiz bola ma'qul bo'lar ekan, a? Iloyim, baxting oshirayotgani rost bo'lsin, bolam. Opang qo'ng'iroq qilyapti. Ha, Farida? Assalomu alaykum oyi.
Va alaykum assalom. Yaxshimisan qizim? Yaxshiman, rahmat. O'zi yaxshi o'tiribsizmi? Ha, o'tiribmiz, rahmat. Oyi, Fozilga ayting, bizlarga kelib ketsin. Pochasini gapi bor ekan. Xo'p, boradi. Qachon borsin? Hozir kelsa ham mayli, uydamiz. Hozir boradi unda. O'zi nimaga chaqiryapsan? Gaplashiladigan gap bor edi, oyi. Ha, xo'p, boradi. Xo'p. Oping chaqiryapti. Borar ekansan. Gaplashadigan gapi bor ekan. Mayli, unda men borib kela qolay, nima gapligini bilaychi. Keyin kelgandan keyin bemalol ovqatlanarmiz. Mayli, unda borib kela qol bolam. Xo'p, mayli, yaxshi o'tiring, oyi. Xo'pda, yaxshi borib kel. Xullas, shunaqa gap Foziljon. Biz aldanib qoldik. Nimalar deyapsiz, pochcha? Qanaqa firibgarlar? Men bor gapni aytyapman Foziljon. O'sha firibgarlar bizni boplab aldab ketishdi. Ha, shuning uchun ham senga bor gap aytolmay o'tirgandik-da, Fozil. Iltimos, faqat asabiylashma. Qanaqasiga asabiylashmayman? Axir men sizlarga yuborgan pullarimni qanday qilib firibgarlarga boy berishlaring mumkin? Foziljon, men sizga hozir yana bir bor boshdan tushuntiraman. Tushuntiring, pochcha. Xo'sh, sizni eshitaman. Xullas, biz siz yuborgan pullarga savdo do'konlarini sotmoqchi bo'ldik. To'g'rimi? Biz ikkita haligi yangi bozor hududidan ikkita do'kon sotib oldik ham. Xo'sh, keyinchi? Keyin o'sha savdo do'konini sotgan odamlar firibgarlar ekan. Ha, shunaqa. Ular o'sha do'konni bizdan tashqari 3 kishiga sotishgan ekan. Ha, shunday. Ular haligi o'sha do'konlarni sodda odamlarga sotib olib, ularga soxta haligi hujjatlar qilib bergan ekan. Keyin o'zlari shundan chet elga qochib ketishibdi. Qanday qilib axir, pochcha? Sizni ham aldash mumkinmi? Axir siz yuristsiz-ku. Yana hujjat ishlarida-ya. Foziljon, ukajon. Hozir firibgarlar shunaqa usta bo'lib ketganki, ularga ishonib qanday qilib pullaringizni topshirib qo'yganingizni bilmay qolasizda. Nima, ukam? Sen bizga ishonmayapsanmi? Ha, opa, ishonmayapman. Xo'p, qani o'sha do'konning hujjatlari? Soxta bo'lsa ham bir ko'z yugurtirsam bo'ladimi? Ha, pochcha? Nimaga gapirmaysizlar? Sizga o'sha soxta hujjatlar kerakmi? Ha, kerak. Men o'shanda to'g'risi aldanganimizni bilganimdan keyin achchiq ustida jahlim chiqib o'sha hujjatlarni yechib tashlagandim. Ha, to'g'ri. Xuddi shunaqa qilganlar. Men bu gapingizlarga umuman ishonmayman. Mayli, uka. Ishonmasangiz o'zingiz bilasiz. Men sizga to'g'risini aytdim, qo'ydim. Pochcha, men sizlarga hazilakam pul jo'natmaganman. Sizlarga bank orqali jo'natgan pullarimni hammasini kvitantsiyasi bor menda. Bu gaping bilan nima demoqchisan? Nima demoqchiligimni tushunmayapsizmi, opa? Men pullarimni hammasini joyiga qo'yinglar demoqchiman. Yaqinda uylanaman axir. To'yga pul kerak bo'ladi. Ukajon, aytyapman-ku, axir bizni firibgarlar tushirib ketgan bo'lsa, qanday qilib biz sizni pullaringizni joyiga qo'yib qo'yamiz? O'ylab gapiring, uka. Bu yog'i endi sizni muammoyingiz, pochcha. Meni pullarimni qaytarishingiz shart. Shunaqa. Agar qaytarmasamchi? Unda men siz bilan boshqa joyda boshqachasiga gaplashaman. Nima? Fozil, sen bizga tahdid qilyapsanmi? Men tahdid qilmadim, opa. Pochchami savoliga javob berdim xolos. Xullas, pullarimni topib joyiga qo'yib qo'ying, pochcha. Sen bola nimaga menga do'q qilyapsan? Bu do'q qilish emas. Men necha yillik peshona terimni to'kib topgan pullarimni qaytaring. Do'kon, firibgarlar haqidagi ertaklaring o'zlaringga siylov. Agar pulimni qaytarmasanglar, men sizlar bilan boshqacha gaplashaman. To'g'risi, nima qilsak ham, nima desak ham, ukam menga hech ham ishonmayapti, oyi. Voy. Qaysi barmog'imni tishlasam o'sha og'riyapti. Nima deyishga ham hayronman. Shuhrat akam bilan ham shu masala ustida urushib qoldik. Ukam bizga ishonmayapti deb jahllar chiqyapti. Qizim, ukang axir necha yil chet elda ishladi. Sizlar bo'lsa uni qiynalib topgan pulini boy berib o'tiribsizlar. Oyi, axir biz ham ataylab qilganimiz yo'q-ku. Biz ham firibgarlikka tushib o'tiribmiz.
ularni qurboniga aylandik oyi. Jon bolam, shu masalaga meni aralashtirma. Lekin aralashmasam ham bo'lmayapti shekilli. Ukang senga ishonib pullarini jo'natgan axir. Ha, shunaqa. Endi o'sha pullarni topib beringlar. Ering yurist. O'sha firibgarlarni sudga beringlar. Pullarni undiringlar. Oyi, axir o'sha firibgarlar boshqa davlatga qochib ketgan bo'lsa, qanaqa qilib undiramiz? Bilmadim qizim, bilmadim. Kecha ukang bir qiz bilan uchrashuvga chiqqan. Yaxshi kayfiyatda uyga kelgan edi, sizlar chaqirdinglar. Shu bugun gaplarni echish uchun chaqirdik-da uni oyi. Ukam uchrashuvdan yaxshi kayfiyatda kelgan bo'lsa, demak, o'sha qiz yoqibdi-da, ha? Kim ekan oyi o'zi qiz? O'sha qiz ham bo'lg'usi huquqshunos ekan. Ismi Oydin. Eski shaharda yashar ekan. Oyi, yana u qiz bizning ofisimizda ishlayotgan Oydin bo'lmasin? Bilmadim bolam. U qizni qo'shnimiz Muxlisa topdi. O'sha Oydin Muxlisani opasiga qo'shni ekan. Ha, aniq o'sha qiz. Voy, iloni. Qarang oyi, menga bir og'iz bildirmabdi-ya. Bir og'iz aytmabdi. Shu pismiqligi uchun hamchi oyi, shu qizni kelin qilmang. Bu nima deganing? Nega kelin qilmas ekanman? Ular ukang bilan chiqishib qolishgan. Ikkalasi telefonda soatlab gaplashadi. Sen bilan ishlagan bo'lsa, senga aytmagan bo'lsa, nima qildi? Balki Oydin seni ukangligini bilmagandir. Nima? Bilmagan deysizmi oyi? Hammasini bilgan. Bilgani uchun ham menga aytmagan. Endi qiz bola narsa uyalgandir. Balki bilmagandir. Qo'y endi. Yonini ovurmang siz ham oyi. Men darhol buni aniqlashtirishim kerak. Mana aldash hal qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman men unga. Hay, shoshma bolam. Farida. Shoshmay turgin. Xullas shunaqa gaplar. Oydin. O'zimni opam bilan pochcham meni aldamoqchi bo'lishyapti. Boshim qotgan. Boshingiz qotmasin. Men sizga yordam beraman. Qanaqa qilib? Koreyadan opangizning nomiga yuborilgan pullarning hujjatlari bormi? Ha, bor. Mana shu hujjatlar, ya'ni kvitansiyalarni asos qilib, pulingizni qaytarishini so'rab, sudga murojaat qilsangiz bo'ladi. Men kvitansiyalar borligini opamga aytdim. Faqat opam bilan sudlashaman men, Oydin. Men boshqa yo'l ko'rmayapman. Axir pochchangizning opangiz sizni aldashyapti-ku. Buni bilib turibman. Ular hattoki o'sha do'konlarning hujjatini ko'rsatisha olmadi-ya. Opangiz bilan pochchangiz sizni aldab, mulkingizni o'zlashtirmoqchi bo'lishyapti-ku. Xo'p. Buni yaxshilab o'ylab ko'raman. O'ylab o'tirsangiz yana vaqt o'tadi. Ha, unda nima qilay? Xohlasangiz, men sizga sudga murojaat qilishingizga yordam beraman. Yordam bersangiz yaxshi bo'lardi. Faqat siz bunga rozi bo'lishingiz va men aytgan tartibda ariza yozishingizga to'g'ri keladi. Xo'p, yozaman. Mana bu boshqa gap. Ariza yozishingizga o'zim yordam beraman. Faqat bitta iltimosim bor. Xo'sh, qanday iltimos? Oyim erta indin uyingizga sovchilikka bormoqchilar. Iltimos. Quruq qaytmasinlar. Menga turmushga chiqing. Oldin mana bu masalani hal qilaylik, keyin unisini o'ylab ko'ramiz. Xo'p, yaxshi. Qani, biror joyda o'tirib ovqatlanib olamizmi? Menga qara olasa, shu boshqa xotinlarga o'xshab ertalab turib bir tuzoroq bir narsa tayyorlasang bo'lmaydimi? Dadasi, ro'zg'orda hech narsa qolmagan. Nima tayyorlardim? Shu borini tayyorladim-da. Voy, senga gapirsa doim shunaqa qilasan. Ro'zg'orda qishdimi? Yo'q, tugadi, nimadan ovqat qilaman deb og'zingga urasan. Ha, boshqalarning xotini. Qilyapti-ku binoydek. Shular ham yo'qdan bor qilyapti. Bilmadim. Unda meni qo'limdan kelmayotgandir. O'zingiz o'ylab ko'ring, dadasi. Axir ro'zg'orda un bo'lmasa, yog' bo'lmasa, nima tayyorlayman? O'zi senga gapirgunu qoch. Gapir bo'lmay qopti.
Meni hamchi, jonimga tegib ketdi mana shunaqa yashash. Qachongacha bunaqa yuramiz, a? O'zichi ko'cha-ko'yda yurganimda qo'shnilar ham mensimay qo'yibdi. Nega unaqa deysiz dadasi? Unaqa emasdir. Sen shunaqa deysan, u odamni jon-jondan o'tib ketar ekanda. Mana kuni kecha ko'chada tursam, qimmatbaho yangi mashinasini haydab kelib qoldi menga maqtanganday bo'lib. Qo'shni muborak bo'lsin, assalomu alaykum desam, bir ting olmasdan kirib ketdi-ya. Dadasi unaqa demang. Balki eshitmay qolgandir, ko'rmay qolgandir. Ko'rib, eshitib turibdi, oynasi ochiq edi. Uchi kibrlanib mensimadi. O'zicha endi odam bo'lib qopti-da bu. Kecha yurdi lallaye burnoqib. Endi odam bo'lib qopti. Dadasi, mayli nima bo'lganda ham hasad qilmang, havas qiling. Endi nimasiga havas qilaman shuna? Mashinani halol peshini teriga o'zi topib oldi deb o'ylaysanmi? Qanaqa olganini bilaman uni. Qaynisini puliga mashina olib karlab yuribdi. Tushunmadim, qanaqasiga qaynisini puliga oladi? Ana, qaynisi chetda ishlaydi-yu. Jaraq pullarni jo'natyapti. Bu yoq kishim bo'lsa mashina olib karlab yuribdi. Hech kimni mensimasdan. Unaqada shuncha pulni qaytarishi ham bor-ku. Bu qo'shnimni bilaman, bunda oqibat yo'q. Hayotda qaytarmaydi u pulni. Qaytgancha hasadmas, havas qiling deyotganmiding? Ha, aytgandim. Lekinchi qo'shnimni mana shu tomoniga havas qildim. Tushunmadim. Qaysi tomoniga havas qildingiz? Qaysi tomoniga bo'lardi, uni boshqa havas qiladigan joyi yo'q. Shu qaynisini puliga mashina olib yurganiga. Shunisiga havas qildim. Onasi menga qara, seni ham ukang chet elda ishlaydi. Hali uylanmagan, yosh, zo'r pul topyapti. Ayt, bizga ham pul jo'natsin, biz ham mashina olaylik. Endi jamayli qimmatbaho bo'lmasa ham, sal bundoq bo'lsa ham o'zimiz mashinamiz bo'lgani boshqacha-ku. To'g'rimi? Qo'ying, dadasi. Endi men ukamga pul jo'nat, mashina olamiz deymanmi? Birovni puli birovga buyurmaydi. Undan ko'ra havas qilmay qo'y qoling. O'zingiz havas qiling deysan-da, endi havas qilmay qo'ya qolga qaysi gapingga tushunmay qoldim. Shunaqami hali? Bizni sherigimiz yana o'sha ichkilik ekanda. Nahotki nimani nazarda tutayotganimni bilmasangiz? Men siz orqangizda hech qanaqa ish qilmadim. Iya. Axir siz meni tug'ishgan ukamga turmushga chiqayotgan ekansiz-ku. Hali biz aniq bir qarorga kelganimiz yo'q. Ammo oyingiz bizanikiga sovchi bo'lib keldilar. Xo'p, turmushga chiqsam nima qilibdi? Siz nimaga menga bu haqida aytmadingiz? Nima deb aytishim kerak edi? Fozil aka, siz ukangiz. Aslida bu gapni siz yuzdagilardan eshitishingiz kerak edi. Nega mendan kutyapsiz? Nima? Ha, siz ukangizdan menga sovchi kelayotgan ekan, suyunchi bering deyishim kerak edi. Siz hali shunchalik ilonmisiz? Meni ilon demang. Ilon sizsiz. Chunki uyalmasdan ukangizning pullarini o'zlashtirib o'tiribsiz. Bu ishlagachi siz aralashmay, xo'pmi? Bu oilaviy masala. O'zimiz hal qilib olamiz. Shunaqami? Hal qilishingda yana yangi yolg'onlarni to'qib aldashdan iboratmi? Maqtishga aldamadim. Nimaga men bunaqa gaplar gapiryapsiz? Siz va Shuhrat aka ukangizning pullariga qimmatbaho mashina olib haydab yuribsizlar. Yana ukangizni firibgarlarga uchradik deb aldayapsizlar. Aytibmanmi? Biz bag'rimizda ilon saqlagan ekanmiz. Sizga ish o'rgatdik. Yaxshigina maosh to'ladik. Bekorga emasdir. Men bu ofisda hamma ishlarni qilaman. Maoshimni oqlab olganman. Hoziroq keting. Sizni bu yerda boshqa ko'rish xohlamayman. Men o'zi ketmoqchi bo'lib yurgandim. Odamlar adolat istab keladigan bu joyda adolatsizlik bo'lishiga qarab tura olmayman. Yana o'z jigaringizga, eringizning gapiga kirib adolatsizlik qilishingiz hech qanday qolibga to'g'ri kelmaydi. Bo'ldi, bas. Keting. Menga aql o'rgatmang. Ketaman. Ammo bilib qo'ying, men Fozil akaning yonida turaman.
ularga hech qanday yomonlik qilishingizga yo'l qo'ymayman. Rostdanam. Men nimalar qilyapman? O'zimni huzur halovatli, hashamatli hayotimni ta'minlash uchun ukamni aldashga sherik bo'lyapman-ku. Axir ukam menga doim mehribon bo'lsa, mendan yordamini ayamasa, men bunaqa qilmasligim kerak edi. Shuhrat aka, mashina sotmasangiz bo'lmaydi. Yana shu gapmi? Shu gaping bilan jonimga tegding-ku. Ha, nima qildingiz bo'lmasa? Shu mashinani deb, do'konlarni deb, men ukam bilan yuz ko'rmas bo'lib ketishim kerakmi? Umrimda endi bir yaxshi qimmat mashina sotib olib, mazza qilib minib yurgandim. Nima endi uni sotishim kerak? Axir ukamni pullarni qaytarishimiz kerak-ku. Tushunsangiz-chi? Keyin ijaraga berib qo'ygan do'konlarimiz bor-ku. Hammasini ukamni nomiga rasmiylashtirib berishimiz kerak. Mayli, shu do'konlarni ukangga rasmiylashtirib beramiz. Lekin shu mashinani sotkim kelmayapti-da. Shu mashinani olib qolaylik hech bo'lmasa. Keyin undan ko'ra haligi ukangni aldab-suldab yana chet elga jo'nataylik. U yoqda ishlab kelsin. Nimalar deyapsiz, Shuhrat aka? O'ylab gapiryapsizmi? Ukam ham yoshi 30 ga kirib qoldi. U ham uylanish kerak-ku axir. Oilali bo'lish kerak. Ha, onam ham rohatini ko'rib, nevarali bo'gilar kelyapti. Bo'ldi, shu gap hadeb takrorlavermagin. Shu gaplaring bilan to'g'risi jonimga tegib ketding. Jon adasi. Iltimos. Shu mashinani soting. Ukam hamma pullarni to'g'rilab beraylik. Qara. Agar shu ukangni pullarini to'g'rilab bermasak, nima qiladi? Ha? Nima qila olardi? Xo'sh aytgin. Siz nima eshitmadingizmi ukam gapini? Bizani sudga beraman deb o'tiribdi. Keyin ukam ishxonamizdagi Oydin bor-ku. O'sha bilan til biriktirib olgan. Ukam shu qizga uylanmoqchi ekan. Nima? Nimalar deyapsan? Ha, shunaqa. Bu qurib ketgur Oydin bor-ku. Ukamga yo'l ko'rsatib, aql o'rgatib o'tiribdi. Yo'q, nahotki shu Oydin-a? Agar bu masala chuqurlashib ketib, ukam sudga bersa bormi? Yaxshi ish bo'lmaydi. Siz o'zingiz advokat odam bo'lsangiz, men notarius bo'lsam, agar bu gap tarqab ketsa, odamlar orasida obro'yimiz bir teng bo'ladi. Bizga keladigan mijozlarni biz haqimizdagi fikri o'zgaradi. Keyin reputatsiyamizga dog' tushadi. Bizga hech kim ishonmay qo'yadi, Shuhrat aka. Bu yaxshilikka olib kelmaydi, tushunsiz-chi axir. Qolaversa, ukamni pullarni yeb yurishga ham vijdonim yo'l qo'ymayapti. Gaplaring to'g'ri. Shu mashinani hech sotkim kelmayapti-da. Shuhrat aka, iltimos. Shundoq ham bu mashinani olib 1 yildan beri massa qilib haydab yuribsiz. Bo'ldi endi. Yetar balki. Ha, bo'pti, endi ta'na qilavermagin. Bu ta'na emas. Mashinani tez soting. Pulini hammasini ukamga qaytarib beraylik. O'zingiz uni ijaraga bergan mashinangiz bor-ku, o'shani qaytarib olasiz. Men yana eski mashinamda yuraymi shunda? Ha, nima qilibdi? Axir o'zingizning mashinangiz bo'lsa, halol peshona terizga olgansiz axir. Alo. Abror, yaxshimisan? Ha. Mashinani sotadigan bo'lib qoldim. Ha, tinchlik. Pul kerak bo'lib qoldi. Xo'p. Tezroq kutaman. Mana, bo'ldi. Mashinadan ham seni shu ming'ir muammolaringdan ham qutuladigan bo'ldik. Yaxshi mashina edi-da. Baribir berishimiz kerak-ku pulini. Hozir.
Assalomu alaykum. Keling, pochcha. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, qani marhamat. Yo'q, shu yerda gaplashaylik. Meni vaqtim ziqroq edi. Men haligi omonatingizni olib kelgandim. Mana. Opam yaxshimilar? Nega birga olib kelmadingiz? Opangiz ishda. Keyingi dushanba kuni vaqt topib ofisga o'ting. Do'konlaringizni o'zingiz nomingizga rasmiylashtirib beramiz. Iya. Hali do'konlar firibgarlarga o'tib ketmaganmidi? Hozirjon. Uzr ukajon. To'g'risi o'shanda sizni aldagandim. Biz hech qanaqa firibgarlarga uchramagan edik. Pochcha, men ham bir narsani sizga aytay. Birovning haqqi baribir birovga buyurmasdi. To'g'ri aytasiz. Uzr hozirjon. Uzr. Mayli, men boray. Boraylar. Mayli, yaxshi yetib oling. Boshida pochchamdan xafa bo'lgandim. Lekin pullarni ham hamma narsani qaytardi.